Yaxshi do'stlar, Altenda texnik muammolar bor shekilli. Keling boshlaymiz. Mening ismim Rafael. Salom. Kim meni biladi, kim bilmaydi. Men Union Green Power kompaniyasining investorlaridan va hamkorlaridan biriman. Shuningdek, Union Green Power kompaniyasining elchisiman. Bugun Union Green Power haqida gaplashamiz. Men ushbu kompaniya bilan hamkorlik imkoniyatlari haqida gapirib beraman. Bu ma'lumotlar yangi odamlar uchun ham, amaldagi hamkorlar uchun ham foydali bo'ladi. Bugun bizga tarjima qilishda Alten yordam berishi kerak edi, lekin texnik muammolar tufayli u hozir yo'q. Hechqisi yo'q tarjimada. Yozuvda hammasi o'zbek tiliga tarjima qilinadi. To'g'rimi? Chunki bu o'zbekistonlik hamkorlar uchun rejalashtirilgan edi. Rus tilini tushunadiganlar tinglashi mumkin. Men gapirib beraman. Union Green Power muqobil energetika sohasida ishlaydi. Elektr energiyasini ishlab chiqarish va sotish bilan shug'ullanadi. Bunga chuqur kirib bormayman. Qisqacha tushuntirishga harakat qilaman. Kompaniya taxminan 3 yildan beri rivojlanmoqda. 25 oktabrdan boshlab u xalqaro bozorga faol chiqishni boshladi. Ya'ni kengayib, boshqa texnologiya bo'yicha rivojlanmoqda. Bu xalqaro kompaniya. Union Green Power kompaniyasining sayti 34 tilda, jumladan o'zbek tili va Markaziy Osiyo tillarida mavjud. Saytda kompaniya panellari joylashgan joylar ko'rsatilgan, ularni ham ko'rib chiqish mumkin. Joylar bu panellar qurilgan joylar, shamol turbinalari, ular elektr energiyasini ishlab chiqaradi. Har qanday mamlakatdan hamkorlar Union Green Power bilan ishlashlari va ishtirok etishlari mumkin. Ya'ni men aytganimdek. Hozir men bu yerdaman, mikrofonni yoqdim, meni eshitishmayapti. Altion, sizda aloqa bilan muammolar bor shekilli, mikrofon bilan hammasi joyida, lekin aynan aloqa bilan muammo. Balki shuning uchun sizni eshitishmayapti. Yana bir marta tekshirib ko'ring. Alten eshitilmayapti. Hechqisi yo'q, men gapirib beraman. Shunday bo'ladi. Keyingi safar buni hal qilishga harakat qilamiz, to'g'rimi? Va tarjimon bilan o'tkazamiz. Shunday qilib, men har qanday burchakdan kelgan hamkor Union Green Power kompaniyasida ishtirok etishi mumkinligini aytib o'tdim. Ya'ni hech qanday cheklovlar yo'q. Menda shaxsan Yevropadan, sobiq Sovet hududidan, METXdan hamkorlar bor. Hozirda O'zbekistonda bir nechta jamoalar rivojlanmoqda. Kompaniya qanday daromad oladi? Buni ham qisqacha ko'rib chiqamiz. Kompaniya elektr energiyasini ishlab chiqarish va generatsiya qilish, uni sotish, ya'ni spot bozorlarida sotish orqali foyda oladi. Shuningdek, shartnomalari mavjud. Ya'ni bu turli kompaniyalar bilan uzoq muddatli shartnomalar. Shuningdek, yashil tarif ham bor, ya'ni ma'lum bir davlatlar bilan yoki ma'lum bir hamkorlik mavjud. Bunga chuqur kirib bormayman. Agar kimdir qiziqsa, bu haqda alohida gaplashishimiz mumkin. Shunday qilib, investitsiya rejasi eng qiziqarli daromad modeli. Bizda 3 xil investitsiya rejasi mavjud. Birinchisi Smart Start. Smart Start. Uning o'ziga xosligi nimada? Bu reja yangi boshlovchilar uchun deb atayman. Ya'ni u tez, to'g'rimi, sinab ko'rish uchun. Masalan, biz 100 investitsiya kiritamiz, har kuni butun 8 olamiz, dushanbadan jumagacha olamiz. Muddat tugagach va shunday 25 kun. Muddat tugagach bizning 100 qaytarib olish uchun mavjud bo'ladi. Chiqimlar mutlaqo komissiyasiz. Ya'ni agar siz Union Green Power kompaniyasining hamkori bo'lsangiz, komissiyani unuting, u shunchaki yo'q, to'g'rimi? Ya'ni har qanday mablag'ni chiqarish, depozitning asosiy qismini yoki foydani chiqarish. Agar biz Smart Start rejasini ko'rib chiqsak, ya'ni boshlang'ich reja 500 depozit bilan har kuni 6 olamiz. To'g'rimi? Ya'ni dushanbadan jumagacha ish kunlarida 6 olamiz. Dam olish kunlarida foyda olmaymiz. Hamma ishlab chiqarilgan narsa boshqa yo'nalishga ketadi. Biz dushanbadan jumagacha olamiz. Mana va xuddi shunday 35 ish kuni davomida ishlaydi. Ya'ni bu 500 bizning mablag'larimiz 35 ish kuni davomida ishlaydi. 35 marta 6 to'lov olamiz va 35 to'lovda oldingi foydadan 500 ni qaytarib olamiz. Xuddi shunday 3000 bilan ham. Ya'ni bu yerda juda qulay.
Ko'ryapsizmi, saytida kalkulyator bor. Siz kiritmoqchi bo'lgan summani kiritishingiz mumkin va hammasini sizga ko'rsatadi. Kutilayotgan daromad 48. Ya'ni bu xuddi shunday 48 kuniga 3000 depozitdan olamiz va shunday 48 40 marta 48. Demak, 40 ish kunida taxminan 2000 ishlab topamiz va xuddi shunday 3000 qaytib keladi. Ya'ni depozitning asosiy qismi muddat tugagandan keyin qaytadi. Bu Smart Start rejasiga tegishli. Rafael, bir soniya seni to'xtataman. Chatta so'rashmoqda, agar saytni tilga o'zgartira olsang. O'zbekcha? Ha, albatta. Chunki sen ham, men ham aytaylik, mahsulotimizni yoddan bilamiz. Ha, asosan. Ular uchun qulay bo'ladi. Ha, men yozuvda o'zbek tilida qilardim. Xo'sh, umuman olganda yaxshi. Yaxshi. Rahmat. Sash. Xo'sh, davom etamiz. Ikkinchi rejamiz ko'proq, u uzoq emas, o'rta muddatli. Ha, men uni o'rta muddatli reja deb atayman. Stably floor deb ataladi. Uning o'ziga xosligi nimada? Bu reja 90 ish kuni davomida ishlaydi. Ya'ni hamma, kichik rejalar, demak, summadan qat'i nazar hammasi 90 ish kuni davomida ishlaydi. Lekin bu yerda kiritilgan mablag'lar, ya'ni biz kiritgan pullarimiz 3 bosqichda qaytadi. Ya'ni 90 ish kuni davomida 3 bosqichda asosiy qism qaytadi. Bu reja barqarorlikni yoqtiradigan odamlar uchun mos, to'g'rimi? Ya'ni siz tezda kiritgan mablag'ingizni qaytarib olishingiz mumkin. Masalan, agar biz tahlil qilsak. Xo'sh, o'sha 100 ni olaylik, to'g'rimi? Har kuni 1,2 olamiz, to'g'rimi? Va shunday 30 kun davomida va 30 kundan keyin bizning 100 dan 30% qaytadi. Ya'ni foydadan tashqari biz kiritgan summadan yana 30 qaytadi. Va shunday qilib taxminan 1,5 oy ichida biz 100 ni qaytarib olishimiz mumkin. Xuddi shunday 1000 bilan ham. To Jeremy, ya'ni biz dushanbadan jumagacha kuniga 16 olamiz, har kuni olamiz va 30 ish kunidan keyin bizning 1000 dan 30 qaytadi. Mana bu Stably floor haqida. Davom etamiz. Uzoq muddatli rejalar ham bor. Ya'ni 3, 5, 7 yilga. Umuman olganda kompaniyada rejalar 2030 yilgacha tuzilgan. Va shunday variantlar ham bor, ya'ni 3 yillik investitsiyalar. Lekin ularning o'ziga xosligi shundaki, foydani va kiritilgan mablag'ning asosiy qismini faqat depozitimizning muddati tugagandan keyin olamiz, ya'ni faqat 3 yil, 5 yil va 7 yildan keyin. Ya'ni bu investitsiyalar kelajakka ma'lum bir uzoq muddatga yo'naltirilgan. Xo'sh, kompaniyada hamkorlik dasturi ham bor, biz uni muhokama qilamiz. Hamma biladi bu narsani. Do'stingizning maslahatidan yaxshiroq reklama yo'q, to'g'rimi? Ya'ni Union Green Power kompaniyasi ham bundan mustasno emas. Ya'ni har bir hamkorda hamkorlik dasturi bor. Agar siz kimnidir kompaniyaga taklif qilsangiz, buning uchun bonus olasiz, to'g'rimi? Bundan tashqari katta afzallik shundaki, siz hatto depozitsiz ham bonus olishingiz mumkin. Ya'ni agar siz kimnidir jalb qilsangiz, siz hatto o'z mablag'laringizsiz ham daromad olishingiz mumkin, odamlarni jalb qilib, ularga kompaniya haqida gapirib berasiz. Mana hamkorlik dasturi haqida ham uzoq gapirmayman. Birinchi chiziq 5, ikkinchi chiziq 3, uchinchi chiziq 2. Agar sizning yaxshi, hammasi sizning jamoangizning aylanmasiga bog'liq. Agar sizning jamoangizning aylanmasi, ya'ni jamoangizning ishlayotgan pul miqdori oshsa, shunga mos ravishda hamkorlik dasturi ham oshadi. Mana shunday bosqichma-bosqich. Xo'sh, mablag'larni chiqarish. Mablag'larni chiqarish haqida men allaqachon aytib o'tdim. Mablag'larni chiqarish mutlaqo komissiyasiz. Minimal chiqarish summasi FEP 2 oq tarmog'i orqali 1 Umuman olganda kompaniya eng mashhur kripto tarmoqlar bilan ishlaydi. Lekin men FEP 2 oqni ishlatishni tavsiya qilaman, chunki bu mening fikrimcha eng yaxshi, eng tezkor byudjetli kripto tarmoq va undan $1 dan chiqarish mumkin va mutlaqo komissiyasiz. Foyda har kuni hisoblanadi. Ya'ni dushanbadan jumagacha har ish kuni foyda hisoblanadi. Shuningdek, saytda halollik haqida ma'lumot berilgan, ya'ni ko'rsatilgan. Men hozir bu bo'limni topaman. To'g'ri, uni topish oson emas. Yoqqan.
Umuman olganda, FAQ bo'limida halollik haqida ma'lumot berilgan. U yerda ko'rsatilgan daromad haqiqiy biznes va energiya ishlab chiqarish orqali shakllanadi. Saytda ishda qimor mexanizmlari, spekulyatsiyalar, foizchilik yo'qligi ko'rsatilgan. Shuning uchun ko'pchilik UQni halol investitsiyalar varianti sifatida ko'rib chiqadi. Ya'ni o'zlari uchun haqiqatan ham munosib halol investitsiyalar izlayotgan odamlar uchun bu ideal kompaniya. Unda ishlash va daromad olish mumkin. Sohaning istiqbollari. Elektr energiyasiga bo'lgan talabni ko'rib chiqamiz. Tushunganingizdek, dunyoda u doimiy ravishda o'sib bormoqda. Turli texnologiyalar rivojlanishi, elektromobillar, so'nggi paytlarda sun'iy intellekt ma'lumot markazlari hisobiga. Ya'ni energetikaga sarmoya kiritish katta istiqbollar va juda foydali. Va yakunida aytmoqchimanki, bizning jamoamiz allaqachon yarim yildan ko'proq Union Green Power kompaniyasida ishlamoqda va uni faol rivojlantirmoqda. Va har bir yangi hamkorni xursandchilik bilan qabul qilamiz va hamkorlikdan mamnun bo'lamiz. Barchaga e'tibori uchun rahmat. Agar kimdadir savollar bo'lsa yoki savollar mavjud bo'lsa, yozing, men ularga mamnuniyat bilan javob beraman. Balki Alten allaqachon aloqaga chiqqandir. Alten, siz bu yerdasizmi? Alo, joyi yaxshiroq. Juda yomon eshitilyapti. Hechqisi yo'q. Hechqisi yo'q, Altyun, biz tarjima qilamiz. Shunday qilib, men hozir chatga kiraman. Umuman olganda, hamkorlar, men yakunlayman. Yozuvni o'zbek tilida yuboraman. Hamma uchun qiziqarli bo'ladi. Agar biron bir savol bo'lsa, sizni jalb qilgan yuqori darajadagi hamkorlaringizga shaxsiy xabar yozishingiz mumkin. Yoki agar yuqori darajadagi hamkorlar javob bermasa, qo'llab-quvvatlash xizmatiga yozishingiz mumkin. Shaxsan menga yozishingiz mumkin. Men ham javob bera olaman. Hammasi barchaga yaxshi kun, ajoyib kech va aloqada bo'lamiz.